Belarus 82 ta hech qayeri ochilmagandan Plojdan Uzordan qidirib yurgan akalarimiz videoga podeshka uchun like bosib turasizlar. Ushbu texnikamiz sotiladi. Namangan viloyati Mingloh tumani 3 qishlog'ida ishga soz holatda sariq nomerda sraz nomlarini o'tiradi. Dokumentlarda muammo yo'q. Texnikamiz yillarga keladigan bo'lsak 2020-yilda ishlab chiqarilgan zatimiz korobkalar ochilmagandan ko'jiqlari ham butundan bo'ladi. Motorda rasxodlar yo'qdan. Xudo xolasa texnikamiz narxiga keladigan bo'lsak 160 million kam bor deb aytib o'tilyapti. Aloqaga chiqarsizlar, gazni bosaverasizlar. Shunday texnikamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun ushbu kanalimizga like bosib, obuna bo'lsizlar. Sizlarga shunday arzon texnikalarni birinchi o'rinda Qobuls kanaliga qo'yib boramiz. Motor holatda rasxodlar yo'q. Ramalari butundan, ko'jiqlari yorug'i yo'q. Zatimiz korobkalar ochilmagandan bo'ladi. Bartoylar almashmagan, hali yorug'i yo'q, chiqaydi. So'lkalari ham o'g'dan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, texnikamiz soz holatda qishloq xo'jaliklari ishlaydi. Oynalar tonirovka. Motor holatlari bu tomonlarga keladigan bo'lsak, bartoylar ochilmagan, texnikamizda hech qayeri ochilmagan. Shunday bor ishlatasiz, gazni bo'lsa soqani qilasiz, pul topaverasiz bo'ldi. Nima deysizlar? Kelar ichki holatlariga bitta baho berib qo'yasiz o'zlaring. Texnikamiz salon holatlari ham ideal holatda turibdi. Shu yerda o'zida ushbu texnikamizni sizlar uchun yurgizib ko'rsatib beramiz. Albatta like bosib, esdan chiqmasin. Shunday Belarus 82 ta yaxshisini qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'ysalaring, shu videomiz manfaatli, foydali bo'ladi akalar. Bu holatda ishlab turibdi, ko'rib turibsizlar. Endi holaga holatda shu yerda o'zida minib ko'rsatib beramiz. Zatimiz korobkalarda ovoz yo'q. Shunday borishda turasizlar, soqani qidirasizlar. Texnikamiz to'q holatda. Shunday Belarus 82 ta yaxshisini qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.